Hammasi tugadi do'stlar. O'sha mashhur shov-shuvlarga sabab bo'lgan Farg'ona shahridagi shayx gilomlari va nihoyat batamom yopildi. Aksiya muddati 29-sentyabrgacha edi. Hozir xaridor kelsa ham savdo qilinmayapti. Men sizlarga bitta sirni ochaman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Bu do'konga gilomlarni yetkazib berayotgan joyni ko'rsatib o'taman. Shayx do'konlariga gilamlarni Fargiz yetkazib berar edi. Gilom olib ulgurmaganlar uchun Fargizda 9-katta filiali ochilgan. Bu yerda gilomlarni korxona narxida xarid qilishingiz mumkin. Ichkariga kirib ko'rsataman. Bu do'kon 4 qavatdan iborat bo'lib, podval qismida metrajli gilomlar, birinchi qavatida Fargiz uchun maxsus chiqarilgan sagdi gilomlari, ikkinchi qavatida premium klassdagi ipakli matodagi gilomlar. Bo'lmasam ehtiyot bo'lamiz, ketdik. Faqat sekinroq hayda, xo'pmi? Bu do'konda gilomlarni korxona narxida xarid qilishlaring mumkin. Arzon narxda kelib bemalol sakraverib ham charchab ketdim. Bu yerda uyingizga gilomlarni xohlagan razmeringizda o'lchab, solib berishadi. Bemalol ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqib kelaverasizlar. Manzil Farg'ona shahri Hammobod choyxonasini yonida Fargiz gilomlari.